qabristonga ziyoratga borib turishimiz kerak ekan. O'likni ko'mgani borganda janoza bilan borishni hisobi yo'g'ini dedilar. E'tibori yo'g'ini dedilar. Alohida o'likni ko'mgandan tashqari borish kerak. Borganda ham go'ri g'aribonga borish kerak. G'ariblarning mozoriga borish kerak. Ustida marmar yo'q qabristonlarga. Odamni ko'rganda oxiratni eslatadiganlarga borish kerak. Va avliyoni qabriga borsa ham, oddiy odamning qabriga borsa ham e'tiqodni shunday qilib to'g'irlash kerakki, o'likdan foydalanaman deb bormaslik kerak dedilar. Bir narsa so'rab kelaman deb, o'likka foyda yetkazaman deb borish kerak. U odamning gunohini kechirishni Xudodan so'rayman deb borish kerak. Chunki agar biz uni haqida duoyi mag'firat qiladigan bo'lsak, Xudoning uni kechirishini so'raydigan bo'lsak, agar u gunohkor bo'lsa, Xudo uni kechirsin deyapmiz. Agar Xudo gunohini kechirgan bo'lsa, bizning istig'forimizning ma'nosi Allohim endi buni darajasini baland qilib ko'targin degani bo'ladi. Demak, bitta bizning kamchiliklarimizdan bittasi shu. Yillar o'tib ketadi, janozadan tashqari hech kim qabristonga bormaydi dedilar. U bitta tark sunnat shu hamdirlar. Bunday qilmaslik kerak.